Eyo, assalomu alaykum. Bugun Westerosdan tortib Essos chekka hududida ham nima bo'layotganidan xabari bo'lgan personaj Lord Varys haqida gaplashamiz. Boshladik. Varysning asl kelib chiqishi Essosga borib taqalishini hammamiz bilamiz. Ya'ni u asl Westeroslik emas. Essosning Lis shahrida dunyoga kelgan Varys yetim hamda qul bo'lib katta bo'ladi. Oradan ma'lum vaqt o'tib Varys sayohat qilib, tomosha ko'rsatadigan aktyorlar guruhiga qo'shiladi va aynan aktyorlar guruhi orqali Essosning ko'pgina hududlari hamda Westerosni ham ko'rishga muvaffaq bo'ladi. Aynan aktyorlar guruhi orqali u rol o'ynashni hamda ovozlarni mimika qilishni, qaysiki unga kelajakda josuslik uchun kerak bo'ladigan skilllarni o'rganadi. Aktyorlar guruhi bilan sayohat qilar ekan, Essosning Tirosh shahriga yetib kelishganida uni masteriga sehrgar Varysni sotib olish uchun juda ham zo'r taklif beradiki, masteri bu taklifni rad eta olmaydi. Shunday qilib Varys sehrgarga sotiladi. Boshida u sehrgar uni qora ishlar uchun sotib olyapti deb o'ylaydi, lekin haqiqat bundan ancha achinarli edi. Gap shundaki, sehrgar Varysga dori beradi va dori orqali Varys na qimirla olardi, na gapira olardi. Lekin u hali ham bo'layotgan voqealarni anglab turardi. Ya'ni to'liq ongli ravishda his qilardi. Shundan keyin sehrgar Varysni kastratsiya qiladi, ya'ni muhim tana a'zosini kesib olovga tashlaydi va olov ko'k rangga kirib, olovdan Varysga qarata ovoz eshitiladi. Lekin Varys olovdan chiqayotgan ovozni tushuna olmaydi va aynan mana shu ovoz uni kechalar uyqusini qochiradigan darajada psixologik travma beradi. Va aynan mana shu holatdan keyin sehrgar Varysdan foyda yo'qligini bilib, uni ko'chaga uloqtiradi. Ushbu holatdan keyin Varysda sehrga va olovga nisbatan kuchli nafrat uyg'onadi va aynan mana shu xarakter orqali u Westerosdagi kichik kengashgacha yetib boradi. Gap shundaki, ko'chaga uloqtirilgandan keyin Varys aktyorlikda o'rganganlardan foydalanib, avval tilanchilik, keyin esa o'g'irlik orqali omon qolishga harakat qilardi. Va ushbu sarguzashtlari uni Essosning turli hududlariga yetaklardi. Oradan ma'lum vaqt o'tib Varys Essosning Pentos hududiga kelib qoladi va bu yerda yollanma hamda qilich ishlatishni biladigan Illyrio Mopatis bilan tanishadi. Bu odamni serialda boshida eslasak bo'ladi, Daenerysga 3 ta ajdar tuxumini aynan shu odam sovg'a qiladi. Xullas, Varysda jussasi ancha kichkina bo'lgani uchun u o'g'irlagan mollarda undan jussasi kattaroq bo'lgan o'g'irlar olib qo'yardi. Illyrio Mopatis bilan tanishganidan keyin Varys mollarni topib o'g'irlab olib kelardi. Illyrio Mopatis esa uni himoya qilardi. Shu orqali ular ikkalasi shartnoma tuzgan desa ham bo'ladi. Shundan keyin Varys bir narsani tushunib qoladi. Bu o'g'irlayotgan mollarda qiymati bor va ularni keyinchalik topib olsa bo'ladi. Lekin informatsiya va sirlarni qiymatini o'zi belgilashini tushunib qoladi. Shundan keyin bu narsani Varys Essosdagi yetim bolalarni topib, ularni o'qishga o'rgatadi va qanaqa boshqalarning sirlarini bilib kelishni tushuntiradi. Va yetim bolalarni chug'urchuqlar deb ataydi. Serialda ko'rganmiz, ya'ni chug'urchuqlarim deydi. Ya'ni ular oldi-sotdida bo'ladigan xatlarni o'g'irlamasdi, aksincha ularni o'qib Varysga yetkazardi. Varysga ma'lumotlar va sirlar yetib kelganidan keyin Varys o'zi xohlagan shaklda ushbu ma'lumotlarni ishlatardi. Shunday qilib, oradan ma'lum vaqt o'tib Illyrio Mopatis hamda Varys Pentosdagi eng boy odamlardan biriga aylanishadi. Aynan o'sha paytlarda qirol Aerys hech kimga ishonmay qo'ygandi. O'g'li Rhaegardan shubhalanardi, o'ng qo'li Tywin Lannisterni yomon ko'rardi. Shu uchun unga Westerosda nima bo'layotganini aytib turadigan odam kerakligini tushunadi. Va Varysda sirlar bo'yicha ustaligini eshitganidan keyin Westerosda hech kimga qondosh emasligi hamda farzand ko'rmasligi unga ishonsa bo'ladi degan xulosani berardi. Shu sababli Varysda kichik kengashga taklif qiladi. Varys bu taklifga yo'q demaydi. Varys bir narsani o'zini asosiy maqsadi qilib qo'yadi. Oddiy odamlarning hayotini osonlashtirish va yaxshilash. Va Westerosning kichik kengashi unga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir o'tkazmasa ham ayrim qarorlarda o'z qarashlarini ilgari surish imkonini berardi. Hamda Aerysga qirollikda bo'layotgan yashirin sirlarni yetkazib turardi. Bu orqali u qirollikda stabillikni saqlab turishga intilardi. Shu bilan birga o'zini ancha nochor hamda rahmdil qilib ko'rsatadi. Sababi aynan mana shu ikki xislat Westerosda hech kim shubhalanmaydigan hamda hayotini sug'urtalaydigan vositalar edi. Oradan ma'lum vaqt o'tib Robert Qo'zg'oloni davrida qirol Aerys o'ldirilgandan keyin Varys o'zini pozitsiyasini saqlab qoladi. Qanaqa qilib? Gap shundaki, Jon Arryn Robert taxtga o'tirganidan keyin
o'ng qo'llik vazifasi davrida bir narsani tushunardi. Robert kuchli jangchi bo'lishi mumkin, lekin u tartibsizlikni oldini ola olmasligi mumkin va aynan bunda unga Varis yordam berishini tushunardi va Varis informatsiya hamda sirlar bo'yicha ekspert bo'lganidan keyin aynan ma'lumotlarni Jonaringga yetkazib turardi cho'g'chiqlar orqali. Westerosda shuningdek u har bir bo'layotgan voqealarni bilib hamda yetkazib turardi. Shuningdek, omon qolgan Targaryen farzandlari Viserys hamda Daenerys Targaryen haqida ham ma'lumot yetkazardi. Qo'shimchasiga uning farzand ko'ra olmasligi unga o'z pozitsiyasini mustahkamlashga imkon berardi. Varys o'zi juda ham quyi qatlamdan, yetim hamda qul holatidan kichik kengashgacha yetib kelgani uchun aynan oddiy odamlarni muammolarini bilganidan keyin temir taxtga munosib odam o'tirishini tarafdori edi. Robert Baratheon davrida ma'lum muddat tinchlik bo'lgan bo'lsa, keyinchalik Ned Starkning o'limi, Joffreyni taxtga o'tirishi va Westerosda tartibsizlikning boshlanishi Varysga chiqib ketish vaqti kelganini tushuntirardi va do'sti Illyrio Mopatis orqali temir taxtga munosib nomzodni Daenerys ekanligiga ishonardi. Lekin serialni ko'rar ekanmiz, Varysning intihosini qanaqa bo'lganini hammamiz bilamiz. Shu narsa ma'lumki, Varys soyalar oratiga o'zini berkitgan yaxshi personaj edi. Bugungi video shulardan iborat edi. O'ylaymanki, Varysni ochib bera oldim. Vaqtingizga rozi bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog', omon bo'linglar. Xayr.